Argentinadagi shaharlarning qaysi basimi uylari mushundaq to'chas ekan. Burankaga kelgandan keyinmi davomli safar qilay demsiz? Nima deysan? Burankadan o'tib davomli mangsa o't chöp o'smaydigan qumliq ekan. Hech kim sizga daxl qilmaydi ekan. Xotirjam safar qila oladigansiz, dada, ha? Undaq bo'lsa sen mangqin. Men yerib qoldim. Mening toza yuyinib, yaxshi araqdan ishkim kelyapti, zarlchi deyammi deb. Shundaq. Mening darhol rabosqichisini izlab topqim kelyapti. To'g'ri, sizlar u yerga berib Moridi apandimni izdanglar, Marko. Men yolg'iz borman, sizlar avvar bo'lmanglar. Yo'q, bo'lmaydi. Uchrashish xushalligidan o'zingiz yolg'iz bahramand bo'lmoqchimi? Undaq emas, men Bo'ldi, avval yotoq tepish muhim, ha? Mangdoq. Bu yana bunchalik cho'nlig'ini o'ylab baxmabdiman. Bu yerda odam oz emaskan, dada. Qaranglar, bozordagi odamlarning po'chilig'ini, shundan qaraganda yanchig'ida puli bor o'xshaydi, ha? Dada, bugun kechda bir maydon o'yin qo'yishni o'ylayapsizmi nima? Ha, baldur deyishgan-ku. Osmon o'rilib tushadigan ish bo'lsa-mu, bir maydon boshlanish o'yini qo'yamiz-da. Nima qilyapsan? Jiningdan to'ydingmi? Kechiring efendim. Sizning harvingiz xuddi o'yinchi qutisiga o'xshaydi ekan. Ichida nima bor, a? O'yinchi quta? Bugün bizden tağda maaş taqatdi. Maaş? Siz bilmemsiz efendim. Burankanın ataqlıq məhsulatlardan boğan tuzni biz şu tağdın qazımız. Bugün maaşınladı bədi, şundaqmı? Bugün şuna bazanı aylın deb kəlgən toq. Şundaqmı? Şundaq. Bugün biz tağlıqlarının hem pulumuz hem vaktimiz var. Bugün keçdi 200 adam bazarı buludu. Aldığıma konjito, bugün 200 adam badaydı. Nereden kelgelikinizni bilmeymen efendim. Kısıkarlıq oyun göstəlisiniz bu dükkanğa madem nişiqib birmən, ha? Ondaq bolsa bək yaxşı oldu. Köpçülük, biz sənət makanı bolğan İtalyadan, tağ dəryalardan ötüb bu yerə kelgan. Xopino yağaç qonçaq teatr ömügi. Keçirgin, mən. Yağaç qonçaq ömügi demsiz. Ondaq olsa köpçülük nişiqaylı. Köpçülük bu yak girinlar. Köpçülük keçirinlar. Bu yerə biz hazırlık eldik, doğru hazırlık eldik. Orunluş olaylı. Oyununu ətidin başlap qoyimiz. Pullarınlarını saxlap qoyunlar. Keçirinlar köpçülük. Ondaq bolsa ət görüşəyli. Qandaq dedim, ha? Keçirinlar, ət görüşəyli. Şuah! Bunun nimi qılır bu? Gitip qaldı o. Hey, biz bunu saxlap duyamayız. Adamın kolu qışçı qalırdı. Eti geç duram de, ha? Şu emas mı? Ahmak. Qandaq? Tomoshabinlarning qizg'inligini qaytirish qandaq bo'ldi ekan? Xuddi farishtalardek qarshi oldik. Mehmon qabul qilamiz. Bu Rushiya mehmonxonasi. Bu yerda yotoq cho'qim arzon. Qonamsizlar. Bu yerda bir necha kun turayli degandoq. 5 odam, ya'ni bir otmi bor? Bo'ladi, qorona ichidagi chatko'yga kiringlar. Jirashulitda mangayli. Bugun kechda xotirjam uxlayolgan bo'ldi. To'xtab turinglar. 5 odamga bir kecha turish haqqi 4 peso. Oldi bilan 3 kunlikni to'lab o'tinglar. 3 kunlikni chaqchaq qilib o'tmaydigansiz? Qo'lmisanglar, ixtiyoringlar. Bir necha kun ilgari 5 odam kelib bir at yetib pulni bermay tikivatdi. Qanday qilasiz? Sirtqa chiqib kirib ondan pulni bersa qanday deysiz? Marko, hazırla barandık. men shundoq o'ylagan. Biz qachonla basak bo'laverdi.
Bu qitim rastla apınızı kerdigan boldunuz, Marko? Sizlarning yordaminglarda. Fiolina Conjito biz oyun qo'yg'ili borayli. Chaqchaq qilyapsiz dada, ha? Marko, xapinmang. Rabaskosini izlamoqchi bo'lsangiz siz boravering. Dada. Tez bo'linglar, tez. Yana hiliq mayxonaga boramiz. Dada, bu nima bo'g'ini? Nim bog'ini? Agar biz o'yin qo'ymsak yashamaymiz, mana shunday gap. Tayyorlaning, tez. Marko, men amidyon olib ketdim-sa, ha? Buni da xapini efendim. Ah, kechiring, biz siz bilan birga borolmaydigan bo'ldik. Hechqisi yo'q. Manda qapsa, chu! Marko. Tez beringlar. Sizdan bir ishni so'rab boqay. Nima? Sen ular bilan birga bormadingmi? Rabaskotisi qandaq bordi? Rabas? Piyoda mansang 30 minutda borasan. Ish vaqasi yo'q. Janubga mengib ish ko'chidan o'tgandan keyin o'ngga burilib udilmansang Rabas ko'chasiga chiqsa. Rahmat sizga. Siz ilqi Agar ishing bo'lsa, tezroq degin. Men bikoch emasmi? kechiring. Quruq gapni qo'y. Nima ishing bordi? Tezroq degin, ha? Bu yerda Fransisko Merli yoki Anna Roshi degan kishilar bo'lganmi? Siz tanimsiz. İtalyaliklarmi? Faqatla anglab boqmabdimi? Shundaqmi? Rahmat sizga. Borankadagi xonimlar efendilar, Laplata daryosidan tortib Andes tog'larigacha bizning oyoq izlarimiz qoldi. Bizning Xapino yog'ochqonchoq teatri o'migimiz tunji qitim yurtinglarga qadam qo'ydi. Ko'pchilikning yordam qo'lini sunishini umid qilaman. Moridi. Mishadi kel. So'rab boqay. Moridi efendim mishad turamdi. Shundoq. O'zing kim bo'lasan? Men Italiyadan kelgan. Ismim Marco Rossi. Yo'lda Seshlio efendimga uchrab qolgandik. U kishi ishinglar bo'lsa, Moridi efendimni izlanglar degandi. Seshilio? Men opamni izlayotdim. Uni ismi Anna Roshi. Fransisko Merli tog'am bilan Borankaga ketdikan. Agar Moridi efendim yordam qilsa, bu ikki kishini topa oldim. Balam. Moridi efendimni ait aldirash, ishonchlik odamning tanishtirishi bo'lmasa, hech kim bilan ko'rishmaydi, ha? Shu Seshilio efendim u menga Lekin men unda qismni anglab boqmabdi ekanman, kashir. to'xtab turing. Men Aran degan 20 kun yo'l menga bu yerga keldim. Yordam qilsangiz, bo'g'a yordam qilsangiz. Sen faqat g'araz uqmaydigan bola ekansan. Nemish? Janoblari, Moridi efendimmi? men shu. Mening sizdan so'raydigan bir ishim bor, efendim, yordam qilsangiz. Bugun men aldirash. Agar jiddiy bo'lsa, Janoblari bu kutubxonaga boshlang. Men hozirlik kelaman. Rahmat sizga. Oppa, biz pat orada ko'rishimiz. Tag'ma jang boshlandi. Kerak qani, ha? Ay!
Hay, 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 hay. Hay, hay, hay. Hay, bununla karımam sen, ha? Hay, 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 hay. Ha, hay, hay. Ya. Çıraylık jigit, pul yok kabiliyetsiz. Senin takdirin mushundaq bo'ladi, bildingmi, Krochiya? Andiniyor aileleri. Rocha. Acaba kızıkken yani bir katıyım. Yani bir katı, oynap veringlar. Marko qanaqa ekan? Biroz yupishib erishib kelsim yaxshi bo'ladi-ku. Fiolina, Conjito, yana bir maydon o'yin qo'ysak qandaq, ha? Sen yağaç qo'nchoq teatr o'migi bilan birga kepsan-da, ha? Shundoq, Italiya konsulxonasidagilarmi milliy taomni mushadimkin degandi. Hammani tushundim. Lekin nima desam bo'la, ha? Bo'ladi. Qani, o'tta. Anna Roshini bu yerda oila xizmatkori bo'lib ishlayotdi deyish toz ishonchlik emas. Chunki odatda undaq ishlarga ayol ikkilisini oladi. Mumkin emas. Yo'q, xizmatchi og'ankan albatta bir qancha yil muqim ishlatishni o'ylaydi. Lekin ayollar yolg'iz ishlasa uzun ishlayamaydi. Shunga ayolni birlikda ishlatadi. Uning ustiga poytaxtning sharoiti bu yerdan yaxshi tursa, bu yerga yolg'iz kelmaydi-da. Balki milliy taom bilan birga kelgan bo'lishi mumkin. Men texi Fransisko Merli degan ismni anglab boqmadim. Uning ustiga kasbda mag'lub bo'lib, qarzdan qochib yurgan bo'lsa, albatta yolg'on ism ishlatadi bola. Bilamsan? Yolg'on ism? Shundoq, mening Fransisko degan ismni anglamaganimga qaraganda, u balkim Fedri Foston yoki Antonio Leoston degandek o'zining ismiga o'xshamaydigan ismlarni qo'llanib yurish kerak. Yolg'on ism? Men izlab oran deganda bu yerga kelsam, u yolg'on ism qo'llansa, buni sen tex tushunmaysan. Sizcha opam bu yerda emas, milliy taomni tepish qiyin, shundoqmi? Hozir tushundoq. Moridi apandim. Sen o'ylab baq, moshundaq bir o'moq bolasi turib bir necha oylab xat yozmasa, dunyoda moshundaqmi opa bo'lamdi, ha? Meningcha opam cho'qim og'rib qoldi. Xatmi yozmag'iniga qaraganda odatdagi og'riqlardan bo'lmas kerak. Shunga senda tayyorlik bo'lish kerak bola. Shundoq. Bu nima deganingiz? Men bu u o'ldi. Uning bilan ko'rishamaysa demoqchimsiz? Moridi apandim. Gap qiling. Moridi apandim. Yo'q. Men shundoqroqmikin deyman. Yo'q. Opam o'lmaydi. Uning bilan ko'rishman. Men uning bilan ko'rishman. Men aytlik bolam, sening ko'nglingni yerim qilib qo'ydim, xafa bo'lma. Qandaqli bo'lmasin, Fransisko Merlini tepish kerak. Men sana yordam qilay. O'tinib qolay, Moridi apandim. Mundaq bo'lsin. Mening savolimga javob bergin. Birinchi, sening heliqi Merli tag'ang qancha yoshlarda? Opam 38 yoshda. Tag'ang-chi? Dadam 45 yoshda. Fransisko Merli apandim zodi qancha yoshlarda? Bilmayman, anglasam dadamning bir navri iniskan. Shunga u balkim undaq bo'lsa qanday qilamiz? Senda paqa uning ko'zi ko'kmi yoki sening ko'zingga o'xshashmi, ha? Bilmayman. Bo'yi qanchalik? Chechi qandaq rangda? Uruqmi, semizmi, bir yerda mengi bormi yoki bo'lmasa totig'i bormi? Marko Roshi, bu dengizning jingni izdigandek ish bo'ldi-ku. Sizdan o'tinib qolay, Moridi apandim, qandaqli bo'lmasin, uni tepishga yordam qiling.
Nima amal bor deysa, yordam qilg'img'o bor, lekin ishni qayerdan boshlash kerakligini bilmadim. Shundaqdimi surishtirib boqay. Qandaq? Yaman emasken. Esmaymikan? Rostli yomon emaskan. Bugun rostli muvaffaqiyat qozondik. Sizlarning ishbodinglarmi xeyli yaxshi bo'ldi. Fiolina konjeto. Shundaq bo'ldi. Endi 2 kunlik uyning ijorasini beradigan bo'ldik. Bir kechida bunchalik pul topqili bo'lsa, bu yerda turib qolsaqmi bo'g'idak? Fiolinani o'qitilgan ishimizmi amalga oshadigan bo'ldi. Endi Marko'ga yordamlashib otasini tepishib beraylik. Cho'qim shundaq qilamiz, cho'qim. Men avval qaytqash turay. To'xtab tur, bizni qaytimiz. Nimaga aldiraysan Fiolina? Qalbimizni tabriklayotgani biror romkadan ichaylik. Faqat bir romka qandaq? Hay, sizga faqat amal yo'q ekan. Fiolina, Marko kechki tomoq ilishni unutib qolmag'in. Marko. Apınızı tapdınız mı? Men sarson bo'lib yurganda opam allaqachon Italiyaga ketib qolgan o'xshaydi. Ha? Buenos Airesdan opam topamxondikin qaytib kelsami bo'pti-ku. Sizlarni xabar qildim. Men nim degan dud. Nim degan ahmoq. Nim degan dud. Nim degan dud. Nim degan dud. Marko, tomoq yeyavering. Hech narsa yegim yo'q. Ayol xo'jayin, mehmonlaringiz qaytib keldi. Kash bo'lsin, nima bo'pti? Pulni elang. Pul to'lagili keldim. Mana. Pasrak so'zlam. Yaxshi o'ylang. Bu 3 kunlik yotoq puli. Mana bu sizga bergan choy pulim. Choy pulim. Dada, uy kirib ketaylik. Qarazni to'lab olsak ko'nglimiz to'q, xotirjam uxlaydigan bo'ldik. Undaq bo'lsa biz ketdik. Marko qani Fiolina? O İtalyaga qaytaman deydi. Italiyaga? O opasini topolmabdi. Italiyaga qaytaman demda. Rasman Marko, bir qitim beribla, apingizning bu yerda emasligini qanday bildingiz, Moridi efendim shundoq deydi.
Şunu siz İtaliyaga qaytmoqchi bo'ldingiz. Agar u kun g'arbdan chiqadi desimi, uning ishinamsiz? Dada, bo'ldi, atsiz ishinglar. Siz apingizni izlayman dedingiz. Biz ma'qul bo'lib siz bilan birga bu yerga keldik. Lekin bu yerga kelib ishonchingizni yo'qotsangiz, sizni qandaqmi o'g'il bola degili bo'lsin? Qaytib ketman deysiz. Undaqda kira pulni qandaq qilasiz, Men bu yerda bir ish tepib qilay deyman. Avval Buenos Aires qaytqidek pul topaman. Buenos Airesga borgandan-keyin-chi, qandaq qilasiz? Bu yerga borsam balkim dadamning yasan xetini elishim mumkin. Agar opam Italiyaga qaytgan bo'lsa, bu yerda avar bo'lib yurishimning hojati yo'q. Bildingizmi? Undaq deyishkimi bo'lmaydi. Agar u yerga bilib dadingizning xitini ko'yganda opingizning Italiyaga qaytmaganligi ma'lum bo'lsa, yana o'zingiz yolg'iz Brankaga kelamsiz? Udul Italiyaga qaytdimi? Nima? Opam Italiyaga qaytmagan bo'lsa, xatmi yozmasa, u o'lib ketgan bo'lishi mumkin. Nima? O'lib ketgan bo'lishi mumkin? Marko! Emisnim deb tushunish mumkin. Opam cho'qim o'lib ketdi. Izlagan bilaman, Pika. Pika! Bu taqdirning o'yini. Taqdirning o'yini. İtaliyaga qaytishga ketadigan pulni tepish uchun Marko Dominka ismli bir kishidan xizmat tepib berishni talab qiladi. Lekin Dominka yeshing bak kichikkan deb uning talabini rad qiladi. Marko qanday qilishni bilmaydi. Fiolinaning so'zlarimi qulqiga kirmaydi. Dal shu chaqda Xapino bilan Marko Moride apandimning uyiga taklif qilinadi. Aslida ular bu yerga bir teatrxona salmoqchi bo'lib, Xapino yog'och qo'shoq teatri umigining maslahatini elish uchun Xapino bilan Markoni chaqirtgan ekan. Keyingi qitimda Gunoyaga qaytishni orzu qilish degan qismini ko'ringlar.